Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston kanali a'zolari hamda kuzatuvchilar. Bugungi video ma'lumot Norvegiya davlati haqida bo'ladi. Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borish, u yerdagi ishchi viza necha muddatga beriladi va hujjat topshirganda vizangiz necha oyda chiqadi hamda u yerdagi oylik maoshlar va Norvegiya davlatiga kimlar bora oladi. Hozirgi kunda kuni kecha Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalimizda Norvegiya bo'yicha vakansiya joylagan edik. Mana shu vakansiyada aytilib o'tiladiki, Norvegiya davlati tomonidan ish beruvchilar tomonidan qo'yilgan talablar mavjud. Mana shu talabga javob bersangiz, siz bemalol Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida 3,5 ming dollardan 4,5 ming dollargacha bo'lgan oylik maoshda u yerdagi ish o'rinlarida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Norvegiya davlatidan boshlashdan oldin, agarda sizga Norvegiya davlatiga borishda ishtiyoq bo'lsa, Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishlashni xohlasangiz, mana shu video tugashi bilan yoki mana shu videoni kommentariyasida o'zingizning ism familiyangiz asosiylaridan siz necha yoshdasiz va rus tili yoki ingliz tili qaysi tilni bilasiz va hozirda qaysi davlatdasiz? Mana shu ma'lumotingizni yozib qoldirsangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Xo'p, hozirgi kunda Norvegiya davlatiga ishga borishning 3 ta yo'li mavjud. Bulardan biri O'zbekiston hududidan turib, to'g'ridan-to'g'ri Norvegiya ishchi vizasini olib, Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borish. Va ikkinchi yo'li, o'zingiz mustaqil ravishda hech qanday firma bilan shartnoma tuzmasdan Norvegiyaning rasmiy, davlatning rasmiy sayti orqali ro'yxatdan o'tib, u yerdagi ish beruvchilar bilan onlayn shartnoma tuzib, Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borish. Va uchinchi yo'li, Norvegiya sayohat vizasini olib yoki Yevropa sayohat vizasini olib, Norvegiya davlatiga sayyoh bo'lib borib, u yerdagi ish beruvchilar bilan yuzma-yuz suhbatlashib, siz ishchi vizani olishingiz mumkin. Ya'ni sayohat vizadan ishchi vizaga o'zgartirishingiz mumkin. Endi sayohat vizasi orqali borib ishchi vizaga o'zgartirish, siz Norvegiya davlatiga borganingizdan so'ng u yerda birorta restoran sohasi, ya'ni firma, kompaniya yoki qurilish ishlarida biror ish beruvchi menejerlar yoki mehmonxonalarda menejerlar bilan o'zaro rus tili yoki ingliz tilida muloqot qilib, mana shu ishga talabiga javob berishingiz, yoshingiz to'g'ri kelishi, ingliz tili yoki rus tilida bemalol muloqot qila olishingiz haqida savollarga javob berganingizdan so'ng sizni sayohat vizangizni o'sha advokat orqali ishchi vizaga o'zgartirib berishadi. Xo'p, ana endi O'zbekiston hududidan turib, firma orqali to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzib Norvegiya davlatiga qonuniy ishga borishni yo'lini aytib o'tadigan bo'lsam, Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalimizda kuni kecha biz vakansiya joyladik deb aytib o'tdim. Mana shu vakansiya bo'yicha Norvegiya davlati tomoni ish beruvchilaridan O'zbekiston fuqarolariga kelgan talab. Ya'ni mana shu talabga siz javob bersangiz, siz Norvegiya davlatiga ishga bora olasiz va Norvegiya davlati ish beruvchisi siz bilan shartnoma tuzadi. Bu talablardan birinchisi aytib o'tadigan bo'lsak, Norvegiyadagi ishlar, baliq ishlab chiqarish zavodi, ombor ishchilari, qishloq xo'jaligi ishchilari, qurilish guruhlarida siz ishlashingiz mumkin. Bunda hozirda ayollar uchun bo'sh ish o'rinlari mavjud emas, faqat erkaklar bora olishlari mumkin va 22 yoshdan 42 yoshgacha bo'lishlari kerak, jismonan sog'lom bo'lishlari kerak hamda sudlanmagan bo'lishlari kerak va eng asosiysi sizda qizil pasport bo'lishi kerak. Chetga chiqish uchun sog'lig'ingiz yaxshi bo'lishi kerak. Buning uchun sog'liqni saqlash hujjati, ya'ni siz sog'lig'ingiz yaxshiligi haqida hujjat kerak bo'ladi, ya'ni spravka va sudlanmaganlik haqida hujjat hamda hech qaysi davlatdan deport bo'lmagan bo'lishingiz kerak. Xo'p, ana endi mana shu vakansiya bo'yicha sizda erkaklar yoshi 22 yoshdan 42 yoshgacha bo'lishlari kerak. 22 yoshdan past yoshda bo'lgan fuqarolar afsuski ular bilan shartnoma tuzilmaydi va 42 yoshdan oshgan fuqarolar bilan ham mana shu vakansiya orqali shartnoma tuzilmaydi. Xo'p, sizni yoshingiz 45 yoshdan oshgan yoki 25 yoshdan past bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz Norvegiyaning rasmiy saytiga kirib, u yerda rus tili yoki ingliz tilini bilsangiz, talablarga javob bergan holda Norvegiya ish beruvchilari bilan shartnoma tuzib, o'zingiz mustaqil ravishda Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borishingiz mumkin bo'ladi. Biz buning uchun sizga Norvegiyaning rasmiy saytini yuborib qo'yamiz. Kanalimiz Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalimizga obuna bo'lganingizda biz Norvegiya rasmiy saytini joylaymiz. Mana shu saytga kirib, bemalol rus tilini bilsangiz, rus tilida o'zingizni ma'lumotlaringizni to'ldirib chiqsangiz, Norvegiya davlat ish beruvchilari sizlar bilan aloqaga chiqishadi. Albatta, bu ham ingliz tili yoki rus tilini biladigan O'zbekiston yoki O'rta Osiyo fuqarolari uchun qo'l keladigan ishchi viza. Agarda siz Norvegiya davlatiga sayohat vizasini olishingiz uchun va sayohat vizasi orqali borib bu yerda ishchi vizaga o'zgartirishingiz mumkin. Buning uchun ham sizda ingliz tili yoki rus tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, Norvegiya davlatiga agarda sizni tanishingiz bo'lsa, til bilmasdan ishga borishingiz mumkin. Agar tanishingiz bo'lmasa, siz til bilmasdan Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida afsuski ishga bora olmaysiz.
Xo'p, bu yerdagi ish o'rinlarini o'qib eshittirdim. Siz o'zingiz mustaqil ravishda borsangiz ham, firma orqali borsangiz ham, balki rasmiy saytdan ro'yxatdan o'tib borsangiz ham, bu yerda oylik maoshlar bir xil to'lanadi. Qo'shimcha soatlarda ish haqi to'lanadi. Xo'p, bundan oldingi videolarda Kanada, Germaniya, Angliya haqida video ma'lumotlar joylagan edik. Mana shu video ma'lumotlarni kommentariyasida yozilgan ko'pchilikdan savol kelgan. Siz aslida kimsiz? Migratsiya O'zbekiston rasmiy kanali nima uchun bunday vakansiyalarni taqdim etyapti? Mana shu haqida to'liq ma'lumot beradigan bo'lsam, o'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, ism, familiyam Asadbek Hasanov. Hozirda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabasiman. Mana shu talaba bo'lganim uchun afsuski chet elda ishchi vizasi orqali chet elga ishga chiqib keta olmayman. Xo'p, mana shu o'qishim tugashi bo'yicha magistratura yo'nalishi bo'yicha albatta chet el davlatida o'qishimni davom ettiraman. Endi esa Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga keladigan bo'lsak, bu kanalda O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasidan keladigan bo'sh ish o'rin vakansiyalar, O'zbekiston migratsiyasidan e'lon qilinadigan e'lonlar hamda O'zbekistonda litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklari tomonidan joylab boriladigan, ya'ni e'lon qilinadigan ishchi vakansiyalar haqida bir kunda 5-6 ta vakansiyalarni Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalimizda joylab boramiz. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimiz ayni vaqtda davlat nazorati ostida. Bu kanalda hech qanday firibgarlik yoki yolg'on yoki-da litsenziyaga ega bo'lmagan firmalar orqali keladigan vakansiyalarni afsuski biz bu kanalda e'lon qila olmaymiz va qilishga ham haqqimiz yo'q. Xo'p, sizga Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida borish yo'llari hamda qanday borish yo'li, u yerdagi oylik maoshlar va ish o'rinlari haqida aytib o'tdim. Agarda xohlasangiz firma tomonlama, xohlasangiz Norvegiyaning rasmiy sayti tomonlama, xohlasangiz o'zingiz mustaqil ravishda sayohat vizasi orqali Norvegiya davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borishingiz mumkin bo'ladi va Norvegiya davlatiga ishlash uchun siz ingliz tili yoki rus tilini bilishingiz kerak bo'ladi va 20 yoshdan 45, balki o'zingiz mustaqil ravishda bormoqchi bo'lsangiz 50 yoshgacha imkoniyat mavjud. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi haqida ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Agarda sizda video ma'lumotimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni mana shu videoni kommentariyasida qoldirishingizni so'raymiz va sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz va Norvegiya rasmiy saytini sizga yuborib qo'yamiz havolasini. Agarda siz mustaqil ravishda ketmoqchi bo'lsangiz, rasmiy havoladan ro'yxatdan o'tib, o'zingiz mustaqil ravishda ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan Asadbek Hasanov bo'ldi.